Assalomu alaykum. Aldı bilen hemmeňlarga menden salam. Haberimlarda bolgandek, belki bäziňlarnyň haberi bolmagandek. Men bunundan 2-3 ýyl burun özümniňki Oýçan Paraňlary diýen kanalymda nöwetdeki weziyet hakda, halkaradyky işler hakda, siýasat, Uýgurlarga münasibetlik temalarda paraň kılgan idim. Keyin başka işler sebebinden toktap kaldı. Bundan keyin Uygur Tedqiqat Merkezi'ninki YouTube kanalda siyasi mulayise haberlerini elip badım. Bunun körlüs ketim sanım yaxşı boldu, tesirim yaxşı boldu. Arada özümninki belki kızıqışyny ýoktup koýganlygyň sebäbinden ýa-ki başka sebeplerden o toktap kaldı. Şunun bilen bu siyasi mulayise, analiz işlerini elip baramadım. Hem de ben bugün yani muşu haftadan başlap kaytadan Uygurlarga münasibetlik halkarada, Xitayda, vatanda yüz bergen meseleler hakda özümniň karaşlaryny oturup koymakçı burunga okşaş. Men desläp bu karaşlarymny Uygur haftaliki dep atap Çikistan işlegendim, Çikistan sözlegendim. Bu hem de 2 yıl keyin yoki 3 yıl keyin dawamy kelgen Uygur haftalikiniňki 3-nji kısım boldu. Bundan keyin Uygur haftaliki 3-4 diýen şekilde sizler bilen bu YouTube kanaly arkaly paraňlaşymiz. Hem de bu paraňymyzny biraz erkin elip barymyz. Belki ciddi, ilmi şekilde yoki munazir kılgandek şekilde kılmayımız. Biraz erkin, azady söhbet şekilde, dostlar bilen paraňlaşgandek şekilde elip barymyz. Bu söhbetimiz fakat şu YouTube kanalda, meniki YouTube hesabımdan bulundu. Şuna bunun kimki paraňlarymyzga katnaşyş ve wagtida haberdar boluşny halysaňlar YouTube kanalımga ergişip alsaňlar, andan keyin zilni besip koysaňlar, men her kaçan nähmeýdan kılgan wagtda yoki video çykargan wagtymda sizlerge uqturuş keldi. Şuning bilen kelsaňlar nähmeýdanda anlaýalaysizlar. Suallaryny soraýalaysizlar. Elbette suallar togrusyda meniki Facebook Messenger'lerimden yoki WhatsApp'dan yoki Instagram'dan işgilip men bilen dost bolgan kişiler bolsaňlar şu ýerlerden münasibetlik suallaryny, timlaryny ýollap koýsaňlarmy boldy. Men sizlerininki anlygyňlar bar, sizler düşünýäňler bar, çoňkurlap düşünüşni tähimi halaýdygan timlaryny teýýarlap sözleýmen ve başka mutahassislerini, özümniň mutahassis dostlaryny yoki Uygur jemgyýetidäki başka milletlerden bolgan belki tedqiqatçylaryny, alymlaryny teklip kılıp bazı meselelerini aydınlaşdyryman. Şunun için bundan keyin kanalımga ergişip ediş intaýyn muhim dep garaýman. Ama ýandylam o sizleriniň ihtiýaryňlardaky iş. Bu şekilde dawam kılymyz. Hem de burunga okşamaýdygan bir şekilde men bundan keyinki Uygur haftaliki namydyky bu paraň, bu söhbetimde ben bunu belki akademik ilmi mulayize dep atap ketmeýmen. Çünki biraz erkin rahat sözleşine muwafyk gördüm. Bundan keyin men Uygur teşkilatlarymyz hakda tokdulman. Muhaciretdeki Uygur teşkilatlarımız içindeki Dünya Uygur Kurultayı, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, Sürgün Hükümet yoki başka teşkilatlar hakkında toktulumen ulağa özümdeki karşını objektif, tarafsız şekilde ulağa boğan özümdeki karşını objektif, tarafsız boğan şekilde oturup koyman. Elbette hata olsa hata deymen, doğru olsa doğru deymen, tenqidleydiğini tenqidleymen. Şu an bu cihetim o kişilerinki yoki ismi tilganyş ihtimallyk bolgan teşkilat rehberleriniň mesullarininki hata düşünüp almaslygyny ümit kılyman. Çünki sizler köpüňiňlardek, bilgiňiňlardek
Adette başka dünyanın hem yerinde medyalarda mutaxassislar, devlet başlıklarının, teşkilat mesullarının yoki o'ttirib chiqqan kishilarning ismlarini tilgab turib, qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Trump bundoq dedi, Erdo'g'an bundoq dedi, Hakan Fidan bundoq dedi. Yani mushu qatorda biz Hidayatullah O'g'uzxon bundoq dedi, To'lqin Iso bundoq dedi degan shakllarda yoki bundoq qildi shakllarda, bundoq qildi degan shakllarda qarashlarimizni o'ttirib qo'yishda ben bir masala ko'rmayman. Ama bazı kişiler bunu hata düşünüyorlar mümkün çünkü Uygur cemiyetinde bu xildagi paranglar ko'pincha to'g'ri yuzida emas, rasmiy munbarlarda emas, arq o'yinlarda, WhatsApp toplarida o bu yerda bo'ladi. Men buni biz bu başka milletlerga o'xshash madaniyatlik, dunyoni bir mezgil yoki uzun mezgil tarixda so'rg'an, bugungi dunyoning madaniyatiga ulug' to'hfalarni qo'shgan va kelgusidami dunyoning bir a'zosi bo'lib, xalqaro jamiyatning bir a'zosi bo'lib, dunyoni so'rashni, mustaqil davlatimizni qurib, xalqaro jamiyatning bir a'zosi bo'lishni ko'zlayotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan buni normal ish deb qarayman va buni normallashtirishimiz kerak deb qarayman. Kişilerge hücum kılmasdan, kişilerini kamsitmasdan tahlil qilishimiz kerak. Albatta, odamlarni tahlil qilish asos emas. Asosi ideyalarni tahlil qilish, masalalarni tahlil qilish. Ammo uning ichida odam tabiiy kiradi. Uning ichiga tabiiy odamlar kiradi, tashkilotlar kiradi. Bu nuqtani bir eskartib o'tay dedim. Unda qolsam, bugungi paramizga kilaylar. O'tgan haftada Xitoy bir maymun oyunu oynashga tirishdi. Bizlar Xitoy uzundan buyon shu xalqaroning ko'zini bo'yash uchun Uyg'urlarni rohat, farog'at yashayotgan, usul o'ynayotgan hamma narsa Gulguliston ko'rsatish uchun tirishib kelgan. O'tgan hafta Qatarda, ya'ni arab dunyosida uyon qo'yib kelgan bir Xitoyning naqsh usul umiki Türkiye'ye gelip İstanbul'da ondan keyin anlaştılar qaraganda men nima qilmadim. Iz qo'g'lab tekshirmadim. Ankara'da uyun qo'ydi. Bu uyun qo'yish faoliyatini asosiy Xitoyninki elchixonasi tashkil etgan. Bununla Türkiye'de bizninki Uyghur teşkilatlarımız, faaliyetçilerimiz yaxshi toplanıp karşılık gösterdi, narazılık bildirdi. Bu bir alkışlaşqa tegishli bir mesele. Yani biri bu faaliyetke Türkiye'deki her qaysi teşkilatlar faaliyetçiler katlaştı. Bu mu alkışlaşqa tegishli bir mesele? Yani vatan milletimizin işi senin yoki mening işim emas. Hammamizning işi. Şuna bizninki ortak hareket qila oladigan tahayyülümüz, işlerimiz çok bo'lishi kerak. Normal bazı ideya meselelerden, nişan, bazı meselelerde uğraşıp birbirimizden beşini yesakmi, ama ortak hareket qila oladigan, birlikte oladigan ishlar bo'lishi kerak. Shuning uchun men bu faoliyatni tashkillaganlarni, chaqiriq qilganlarni olqishlayman. Endi Xitoyninki bu xildagi faoliyatlari uzundan buyon o'ynalib kelgan. Biz vatandan tortib eslasak, Xitoyninki CCTV, Markaziy televiziya kanali, burundan tortib nimalarninki Seyfettin Aziz'i, İsmail Ahmet, Obo degandek Uyg'ur kadrlarninki Arab davlatlariga ziyoratga berib, Xitoyninki diplomatik yo'lni ochganligini, hatto bir mezgil İsmail Ahmet bu deyman, Janziminninki favqulodda elchisi bo'lib ketgan. Mushtaq shakllarda bu nimalarni o'ynagan. Keyin hatto bizningki diniy ulamolarımızdan ba'zi kishilarni shundoq xalqaro ep chiqib Xitoy o'zining islom diniga yaxshilik qilayotganligini ko'rsatib kelgan. Endi bu yaqinqi yillarda bu usul, naqshi usulga taraqqiy shakliga o'zgardi. Ya'ni Uyg'urlarning usul o'ynatish orqali Xitoy dunyoga biri Uyg'urlar yaxshi yashayotdi degan uchurni bermoqchi, yana biri Uyg'urlar til jihatda, madaniyat jihatda yo'qotilayotgani yo'q. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan bir narsa yo'q degan uchurni bermoqchida. Bu xil hareketler Xitoyninki, ko'pincha Xitoyninki siyosiy kengashninki xalqaro tarmoqi tarafidan tashkillanadi. Xitoy siyosiy kengash yoki nima deymiz, birliksa, mamlakatlik birliksa deydigan bir narsa vaqtda. Shuning tarafidan tashkillanadi va har qaysi yurtlardagi davlatlardagi Xitoy elchixonasi buni
maslashtirdi ve rayondaki Xitoyga yaqin taratqular orqali Xitoyga yaqin Xitoy mablag' solgan shirkatlar yoki bu siyosiy yo'llarni chaqirib kelib shunday o'yin qo'ydi. Buningki jiq bir ta'siri bo'lamdi desak, unchalar jiq ta'siri bo'lib ketmaydi. Nimishqa deganda dunyoda nurg'ulg'an danglik artistlar, san'atchilar bor yerda bu xil narsalarga bir kim ataydan bilasi deb ko'maydi. Unga bir kim diqqatmi qilmaydi. Ammo Xitoyninki kallasida shu bor. Ya'ni men Uyg'urni usul qilsam, Uyg'urni naqshat qilsam, shuning bilan boshqalar Uyg'urlar yaxshi yashayotibdi deydi deb o'ylaydigan narsa bor. Undan keyin bu albatta nima rol o'ynaydi? Tok qaçtı. Nima? Yerlikdagi medialarninki Xitoyning tashviqotini qilishiga yaraydi hamda. Ya'ni tashviqot materiali, propaganda materiali bo'lalaydi. Endi Xitoy Turkiyada va islom dunyosida mushtaq maymun o'ynayotgan bir mezgilda Turkiyaninki tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Xitoyga ziyoratga bordi. Bu ziyoratda qachon bordi? Men qarabatayin xotir qoldirgandim. Hakan Fidan Xitoyga ziyoratga bordi. Bu ziyorat 3-lardan 5-largacha elib berildi. Endi Hakan Fidanmı bu ziyoratninki keyingi 2 kunida Sharq Turkistonga borib maymun o'yini o'ynadi. Hakan Fidan'ın galstukining rengi qandaqdi? Bu bir necha kundan buyon Uyg'urlarning orasida bir xil kulkilik nimaga aylanib qoldi. Komediyalik narsaga. Nimishqa? Chunki bizningki bir qism siyosiy rahbarlarimiz yoki faoliyatchilarimiz Hakan Fidan'ninki galstukida intayin komediyalik bir şekilde, hatta trajikomediyalik bir şekilde tragediya ve komediyelik bir şekilde Uygurca ataş mutesken. Muşundaq galstukning rengidan ondan keyin buningdan utur chiqarishga tirishdi. Amaliyotda Hakan Fidan'ninki uchuq Beijingda, Urumchida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi va muavin bosh ministri bilan ko'rishgan chaqlarda undan boshqa Urumchida Ma Xingroy Erkin Tunyazlar bilan ko'rishgan vaqtda degan uchuq yanisam uchuq so'zidan ma'no chiqarolmay yani Xitoyning zimin butunligini qo'g'daymiz, milliy bo'lgunchilikka, zo'ravon terrorlikqa qarshi turamiz. Mening ziyoratimning asosiy maqsadi Xitoy Turkiya munosabatini yaxshilash, aradagi savdoni kuchaytirish deb uchuq devatsa, bundan uchur ololmaymiz biznikilar. Galstukdan oya bu yerdan uchralishga tirishdi. Albatta, xalqaro munosabatda ko'rinishlar orqali, kiyim-kechaklar orqali signal beradigan ish bor. Ammo xalqaro munosabatda bir ishni tahlil qilish uchun biz oldi bilan harakatga qaraymiz. Harakatdan qolsa so'zga qaraymiz. Buni so'zlamga qaraymiz. Uningdan qolsa ondan keyin u ko'rishga ya'ni keynidagi rasmlar, galstukning rengi, turishlar degan narsalar o manchinchi masala. Uni ko'pincha psixologlar yoki boshqa sohaliklar tadqiq qiladigan masala. Uncholar bir xalqaro munosabatdagi muhim bir signal deb qaralib cho'ng bilgidek bir narsa emas bu. Qisqasi bizningki sarxillarımızdan yoki hatto tashkilot rahbarlarininki bu xil narsalardan signal chiqarib qilishlari balkim ularning kallasida biz shu orqali Turkiyaninki diqqatini taxama buraymiz deb o'ylagandim. Ammo arzigudek bir narsa emas. Menimcha tashkilot rahbarlari yoki faoliyatchilar bir mustahkam bir o'zining maydonini saqlash kerak. Hiç bo'lmaganda bu xil masalalarga qarata
Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotlarini bir hafta 10 kun ko'rib beqish kerak boshqa. Dunyoviy masalalarga qanday inkas qaytariladi degan bir o'rganish kerak. Agar faqat bir narsa degisi bo'lmasa, kuzatyapmiz. Yaqindan kuzatyapmiz, shundaqmi? Yaqindan kuzatyapmiz. Agar uchuq manfaatiga taqashsa va kuchi yetsa, qat'iy qarshi turamiz. Agar manfaatiga uyg'un bo'lsa, deb qarab ketdim, chunki tukam az. Üzülüp qolmasin deyman. Agar manfaatingga qarshi bo'lsa, qat'iy qarshi turamiz. Norozilik bildiramiz. Deganga o'xshashchi. Evet. Tamam, bu galstukning rangida shunchalik to'xtalaylik. Nima videoniki soat eshib ketadi. Endi bizning tashkilotlarniki buning qaytgan inkasini men bunda qarab baksam 3 xil inkas, asosan 3 xil inkas qaytarildi. Bununla en qattiq sürgün hükümet, sürgün hükümet inkaz qaytıldı. Salih Xudayar bu vaqtda keskin meydanını bildirdi ve hatta bilişimce namoyish teşkil edildi. Onundan keyin ikinci derecedeki oturhal ihtiyatçan bir meydanını Dünya Uyghur Kurultayı ve onunki karmıqıdagilar, Türkiye'deki Teşkilat Uyghur Akademisi bula qaytıldı. Yani Hakan Fidan'ın ziyaretinin Xitay'nınki teşviqat materyali qilib qo'llanilmasligini ümid qilamiz. Hakan Fidan'ınki bununla bir diqqat qilsa degan şekilde. Yani üçüncüsü bo'lsa, hem de Hakan Fidan'ınki hareketine Uygurlarınki menfaatine nispeten biraz uygun deb qaraydigan, paylık deb qaraydigan şekilde, alkışlash şekilde Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Şundaq resmi bayanat ilan kılmadı benim bilişimce. Görmedim ama teşkilat mesulları, rehberlerinki ilan kılgan içtimai taratqulardaki nesillerde şu neslerini gördüm. Bu şekilde yani qo'llash şekilde Hakan Fidan'ınki mesela Şarkı Türkistan'ınki Ürümçi ve Qashqarni Türk İslam şehri deb atashları ondan başka bazı ikibislik yani tek tarafga qarab tushangili bo'ldigan shakldagi gaplarni nimaga foydali shaklda tushunib turib bayonot e'lon qildi. Yana Hakan Fidanning harakatini qo'llab bayonot e'lon qildi. Tunishini, ko'z qarashini bildirdi to'g'risi. Ajab diyemday ketdim. Ya'ni shundoq bir 3 xil manzil o'rtamizga chiqdi. Cho'ng jihatdan qaragan vaqtimizda. Endi biz Hakan Fidan to'g'rida to'xtalgan ekanmiz. Onunki biraz işninki siyasi kısmıgımı biraz vaqt ajırtaylı. Hakan Fidan Xitayga nemishqa bordi. Hakan Fidan dunyoga nima uchun berdi? Hakan Fidanninki Xitayga berishi bo'libmi Sharq Turkistondagi Ürümçi va Qashqarni ziyorat qilishi Uyg'urlar uchun foydaliqmi, ziyonliqmi? Bu meseleni biraz keskin so'zlaydi. Kulib turib emas. Hakan Fidan Xitoy bilan Turkiya munosabatini yaxshilash uchun ochiq qilib aytganda dollar uchun bordi. Pul uchun bordi. Turkiyaninki iqtisodiy jihatdan qiynalib ketayotganligini hammamiz bilamiz. Hakan Fidan Beijing'de bo'lsin, Ürümçi'de bo'lsin buni tekrar tilga oldi. Hatta Türkiye medyalarga bergan so'zdirdimi buni ta'kidladi. Yani Xitoy-Türkiye munosabatlaridagi iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun bordi. Türkiye Xitoyninki iqtisodiy masalasi qandaq desanglar, Türkiye Xitoyninki masalasida izchil saqlanib kelgan bir masala savdo tengpungsizligi, savdo qizil raqami. Türkiye davomli Xitoydan mal setib oladi, Xitoy Türkiyedan oz mal setib oladi, Türkiye Xitoydan sayohatchi tamoq qiladi. Da yeterli seyahatçi evetmeydi. Şunun bilen Türkiye devamlı Xitoydan bo'lgan sayohatchi tamasını qiladi ve Xitoydan mablag' selishni talab qiladi. Xitoy bo'lsa buni hal qilayli, o'ylashayli deb sudib shundoq kelayotgan bir masala bor. Bu ta 10 yillarga suzilgan bir masala. O'tgan yilda Xitoy Türkiye munosabatidagi savdo hajmi 48 milyard. Bu mushu
kasallikdan keyin, yani Xitoy virusidan keyin nihoyatda oshgan bir hajm. Uning oldida 2019'larda, 20'lerde 22, 24, ba'zida hatto 16-18 milliardlar tushib qolgan shaklda davom qiladi. Endi buni hal qilish uchun bu Hakan Fidan'ınki asosiy maqsadi. Endi buni hal qilish uchun Hakan Fidan nuqul iqtisodiy masalani hal qilay deb hal qila olamdi? Qilolmaydi. Chunki Türkiye Xitoy o'rtasida nuqul iqtisodiy masala emas, siyosiy masala mavjud. O siyosiy masala nima? Uyg'ur masalasi, Sharq Turkistonning masalasi. Shuni Hakan Fidan Beijingga borgandan keyin Qashqar Xotanni aylanib kelish orqali Turkiyadagi jamoat fikriga javob berish kerak. Ya'ni men Uyg'urlarga ko'ngil bo'lyapman, nuqul Xitoyga pul berib bormadim, bundaqcha aytganda. Ko'ngil bo'lyapman degan uchurni bilish kerak. Shunga Hakan Fidan'ınki Xitoy ziyoratidagi birinchi nuqta Uyg'urlar emas. Birinchi nuqta iqtisod. Hamda ikkinchi nuqta nima desamlar, ikkinchi nuqta mening qarashimda ikkinchi nuqta Ukraina urushi. Ukraina urushiga nisbatan Turkiya izchil biz orda turimiz deb keldi. Turkiya NATO'ning a'zosi, g'arbga tabiiy bir davlat. Rossiya bilan munosabatni saqlab keldi, Xitoy bilan saqlab keldi. Ukraina masalasiningki tinch hal qilinishi Turkiyaning manfaatiga. Unda bo'lgandan keyin Ukraina masalasini muzokara qilg'ili bordi. Ikkinchi. Uchinchisi Hakan Fidan nimaga bordi? Falastin'deki katliamını to'xtatish, Falastin masalasini hal qilish uchun Xitoy bilan birlikda harakat qilish jihatdan bularni deyishga bordi. Mana bu 3 ish mening kuzatishimcha, mening tushunchimda Hakan Fidanning Xitoy ziyoratiningki asosli maqsadi. Endi bu jihatda qanchalik kutib qilishda, bundan keyin qanchalik harakat qila oladi, buni ko'ramiz. Ama asaslı Hakan Fidan'ın uç digini şu, hem nöbette Xitoy Türkiye o'rtasidagi bir tashqi munosabatda deyishadigan masala bu. Ya'ni o'rtoqlik bor bir masala bu. Endi Hakan Fidan yoki Turkiya deylik, Turkiya Xitoy bilan Falastin masalasida o'rtoq harakat qila oladi. Halbuki bu Turkiya Uyghur meselesinde G'arb bilan o'rtoq harakat qilolmaydi. Turkiya yillardan buyon Amerika bilan, Yevropa bilan birlikda harakat qilishga to'g'ri kelsa, ya biz G'arbniki tashviqotchisiga ishinib ketmaymiz. Biz arda turib hal qilamiz deb turgan Turkiyada shunday qo'y. Ammo bu qatim Falastinga kelganda Xitoy bilan Turkiyaning maydoni o'xshash. Shunga Falastin masalasida o'rtoq harakat qilish jihatda so'zlashgili bordi, o'ylashgili bordi. Buning davomini ko'ramiz. Ammo bizda umidsizlangan bir taraf shu, Uyg'urlarni qo'llash uchun G'arb bilan harakat qilolmay, Yevropa, Amerika bilan harakat qilolmay, Falastinni qo'llash uchun Xitoy bilan harakat qilgani bizni ma'yuslantirdi. Ammo Falastinda bo'lsa-mu zulmning tugishi, qatlamning to'xtashi albatta bizni suyundirdi. Bu xalqaro munosabatdagi shunday manfaatlar va hissiyotlarning to'qinishi. Buni o'zinglar hal qilinglar. Endi Hakan Fidan Xitoydan dunyoga qanday signal berdi? Hakan Fidan Xitoy bilan o'tganki bir qism masalalarni bo'ldi qilganligini, Xitoy bilan yarashganligini, eng muhimi Uyg'urlar masalasida Xitoy bilan yetishmaydiganligining signalini berdi. Yillardan buyon Turkiya Xitoyga oshkora qarshilik ko'rsatmasmi, lekin Xitoyning tashviqotiga nimadan ensirgandim men, naq maydon uzilib qolgan o'xshaydi deb. Üzülmepti. Xitoyninki tashviqotiga material bo'lishdan saqlanib kelgan edi. Ammo bu qatim Hakan Fidanninki Beijingga berib, undan keyin bizning Urumchi va Sharq Turkistonga berishi Xitoy bilan bo'lgan masalalarni hech bo'lmaganda vaqtincha qayrib qo'ydik. Ya'ni Uyg'ur masalasini vaqtincha qayrib qo'ydik degan uchurni berdi.
Xitoymi Hakan Fidanni bizning vatanni aylantirish orqali va Sharqi Turkistonda, ya'ni Xitoyning tili bo'yicha aytganda Şinjan'da zulm yo'q, irqiy qirg'inchilik yo'q. Irqiy qirg'inchilik degan bu G'arbningki uyuni degan uchurni berdi. Ondan keyin Falastin meselesi to'g'riliq yana tilga olgan bo'ldim. Biz Falastin meselesida Xitoy bilan birlik harakat qila olamiz. Ukraina meselesida yarashtiruvchi bo'la olamiz degan uchurni berdi. Endi Hakan Fidan'ningki Xitoy ziyorati bizga ziyonliqmi, foydaliqmi desak, Turkiya Xitoy ziyoratidagi yengillik bizga ziyonliq. Turkiya Xitoyninki biz o'tgan 10 necha yillik taraqqiyot qarasak, Turkiya Xitoyninki iqtisodiy munosabati qanday yaxshilansa bizga ziyon bo'lib keldi. Balkim tijorat yo'llari biroz ochilishi mumkin, kishilar berib kelishi mumkin. Hozir Urumchi bilan İstanbul o'rtasida qatnaydi, aeroplan qatnaydi, asli qildi deyilyapti. Bu jihatlardan shaxsan foydali bo'lishi mumkin. Ammo Uyg'urlarning umumiy manfaatiga nisbatan aytganda, Turkiya Xitoyning o'rtasidagi har qanday yiqilishish ziyonliq. Endi bu qatimqi Urumchi va Qashqarni ziyorat qilishi bo'lsa, texnik ziyonliq. Bu mening shaxsan qarashim. Boshqalar balkim foydali deb qaraydiganlar bo'lishi mumkin. U degan gapini balkim siyosiy maqsad ehtiyot qilib deyishi mumkin yoki Turkiyaning chiqib tegmaslik uchun deyishi mumkin. Bu mening parvoyim balik. Uning bilan mening ishim yo'q. Ammo men shaxsan buni ziyonliq deb qarayman. Chunki irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi deb biz dunyoga voqiryapti. 8 yil bo'ldi. BDT rayonga tekshirish umiki evatimiz deb evatamligili 5-6 yil bo'ldi. Shu tekshirish umikining birishini qo'llamagan yoki ayrim bayonot e'lon qilib, mustaqil tekshirish umiki evatishni qo'llaydiganligini bildirgan, ammo G'arb bilan birlikda harakat qilishni xohlamagan davlat Turkiya edi. Yillardan buyon Xitoy islom davlatlaridagi her türlü siyasi yollarını, ulamolarni, tadqiqotchilarni, muxbirlarni atalmış şularni opirib, bu yerda hech ish yo'qkan, gul-gulistonkan deb kelyapti. Bundaq bir ahvolda Hakan Fidanning Urumchiga berib, biz Xitoyning zamin butunligiga hurmat qilamiz, terrorlikqa qarshi turamiz deyishlari, ondan keyin Qashqarni aylanib kelishlari, bu haqda hech qanday shart talab qo'ymasligi va bu haqda o'zining noroziligini bildirmasligi, faqat galstukni ko'k shaklda taqab, ondan keyin Urumchi va Qashqar Turk islom shahri deyishi, ondan keyin Xitoyninki bir yepiq jumla shaklida bu farqni Xristo bilmay yoki xatar deb bilmay, madaniyat, kultur jihatdagi boyliq deb qarab, shu Uyg'urlar haqidagi islom dunyosidagi xalqarodagi gap so'zlarni yo'qotsak bo'ladi. Mushta bir gap so'zlar bo'lib qoldi. Buni yo'qotish Uyg'urlarga ham foydali, shu Xitoyga ham foydali, bizga ham foydali deyishlari, menimcha uningki uchuq degan uchurlari, masajlari oldida hech nima emas. Hech nima emas. Hakan Fidan demisimi Urumchi va Qashqar Turk va islom yurti. Hammadan muhimi Uyg'ur yurti. Turk islomdan mubakrak. Uyg'urning yurti. Ham Turk islom yurti, to'g'ri, cho'ng kimlik, uni inkor qilmaymiz. Ammo Uyg'urning yurti. Ondan qalsa Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik uchrayapti. Buni Xitoy qilyapti. Ammo bu xil vaziyat Turkiya Xitoyning munosabatiga ta'sir yetkazyapti. Hakan Fidanning so'zidan men chiqargan yakun shu. Yana shu Uyg'urlar haqidagi g'alva g'udurni bir aloqa yo'qotsak, savdomizni, tijoratimizni yaxshi qilsak bo'ladi. Shunga bu jihatda Xitoyni ozroq yo'l qo'ysa, bizmi bakching turamisak, ishni qilib ketsak bo'ladi deydi. Bu yerda hal qilmoqchi o'g'ini Uyg'ur masalasi emas. Xitoy Turkiyaning tijoratining yurishi. Aksincha bizningki ba'zi tadqiqotchi bolalar yoki bizningki
Çoğunlar Türkiye Uygur meselesine manda şekilde hal kılmakçı, anda şekilde hal kılmakçı da manda qaraydı ekan. Ben ona qarmayman. Türkiye Uygur meselesini hal kılmakçı emas. Çünkü hal kılğandan bir iş kılıdı o. Yetiş kılmayı tumaydı. Biz bulupmu men nokul kompüterni aldı tadqiqat qilgan yoki bo'lmasa maktabda o'qib chiqqan emas. Men yillardan buyon ko'chada, bilasizlar ko'chada, Anqaraning ko'chalarida, Xitoy konsulxonasining oldida, Anqaradagi Erdo'g'onning binosining oldida Erdo'g'ondan necha qatim nima talab qildik ko'rishish ijozati. Faqat bir oyning oldida Xaqon Fidan bilan ko'rishish uchunmi ruxsat olmadik. Shunga bu yerda Turkiyaningki bir Uyg'ur masalasini hal qilishda bir dadi yo'q. Turkiyaning maqsadi Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yurishtirish. Hamda Uyg'ur masalasi Turkiya bilan Xitoyning munosabatini yurishishga daxl yetkazgan bir masala. Nimishqa? Bu yerda Turkiya deganda men Turkiya Cumhuriyatini emas, Oq partiya hukumatini ko'z tutyapman. Bu endi bo'lsin. Oq partiya hukumati buni yurishtirolmay ichi pushuq, ya'ni bo'lsa mush ish bo'lmagan bo'lsa, tijoratimizni yaxshi qilgan bo'lsak deb. Bo'lsa bizga mana shunda Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lmagan bo'lsa, vatanimizda Xitoy besa olmagan bo'lsa, Turkiya va Xitoy bilan savdosini ko'ngilga qilib ketgan bo'lsa, bizmi bularga yolvormagan bo'lsak, bek yaxshi bo'ldi. Ammo reallik turklar bizningki nima jihatdan, irq jihatdan qarindishimiz. Biz emas deb turasakmı, Türkler shunday deydi. Turkiyadagi Türkler shunday deydi. Bu Turkiyadagi hukumatning maydoniga ta'sir ko'rsatdi. Saylamda tutishiga ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun buni hal qilishga bular o'zi majbur endi. Ammo masala davatqandek Uyg'urlarning manfaatini o'ylab hal qilish emas. Balki shu masalani putli qashang bo'lishdan chiqarib o'tish. Xaqon Fidan necha bo'lmaganda Beijing, Urumchi va Qashqarga berib u yerda kishilar bilan ko'rishib bu qilish orqali bu masalaniki vaqtincha Xitoy Turkiya munosabatida masala bo'lishdan chiqqanligining bishoratini berdi. Endi kelayli biz Dünya Uyghur Qurultayiniki saylamiga. Dünya Uyghur Qurultayi bu hafta o'zininki 8-qurultayini ochdiganligi haqida uqtirish e'lon qildi. Xabaringlarda bo'lgandek, men maydonim aniq. Bir narsani yushirmaydigan xarakterim bor. Men qurultayninki 7-navbatda qurultayninki vakili, kandidat vakili. 3 yildan buyon qurultayninki yig'inlarga qatnashib keldim. Qurultayninki ichida xizmat qilib, yaxshi to'hbalarni qo'shib ketilmagan bo'lsam-mu, ammo men qurultayga yandash tashkilotlar yoki qurultayning Turkiyadagi mas'ullari bilan hamkorlashib, birlashib o'tgan 3 yil mobaynida bunun faoliyatlarni qildim, qatnashdim, hamkorlashib ishladim. Yana bu jihatdan qurultayga belgili xizmat qilgan bo'ldim. Aslida qurultayga emas, xalqimizga, millatimizga xizmat qilgan bo'ldim. Endi men bu Dünya Uyghur Qurultayini nima uchun qo'lladim yoki nima uchun qo'llayman deganda, Dünya Uyghur Qurultayi men chet elga chiqqandan keyin ko'rgan va vatanda anglagan bir tashkilot. Bunun gapini men vatanda yillar bu anglagan. Xitoylarningki siyosiy urinishlar orqali anglagan, Erkinasiya radiosi orqali anglagan, tunilgan bir tashkilot. Endi chet eldami Uyg'urlarga navbatda vakillik qila oladi desa, ko'rsatkili bo'ladigan bir tashkilot. Ya'ni butun kamchiliklar bilan, nuqsonlar bilan tutib turib, ko'rsatkili bo'ldi deydigan bir tashkilot. Shuning uchun men bu tashkilotga kirdim, qatnashdim, qo'lladim, bir qatim vakil bo'ldim. Endi 8-qurultayga vakil bo'lish bo'lmaslikni qaror qilmadim. Arliqda qaror qilaman, balkim bo'lmayman. Sababi nimishqa? Sababi bir odam bir mansabda to'g'ri bo'lmaydi mening nazarimda. Bir qurultayga vakil bo'lgandim, ömür bo'yi vakil bo'laverishni hojati yo'q. Bo'lmasa saylanma hojati yo'q. Saylan bo'lgan ekan, u yerda kishi chiqish bo'lib turishi kerak mening nazarimda. Shunga bu qatim bo'lmayman, balkim keyingi qatimda bo'lishim mumkin. Shu. Endi bu mening qurultayni qo'llashimdagi sabab, lekin bu yerda qurultayniki propagandasini yapmoqchi emasman. Dünya Uyghur Qurultayi ben
chet elga chiqib 2016-yili 2018 bizningki siyosiy harakatlarga, faoliyatlarga oshkora kirishga boshlaganda krizisga patdi. Shuning bilan bular Rabia Qodir xonim bilan bo'lgan krizisni hal qilolmay bir necha yil o'tib ketdi. Eng Uyg'urlarning beshiga kun tushgan yadrolik intayin muhim paytda Jaqrumni joriy qildirilmadi. Buni hammamiz bilamiz. Arxivlarni tekshirib baxsanglar bo'ldi. Ko'rmaganlar yoki yangidan bunday sohalarga aralashganlar. Ammo bu xil krizisdan bir shaklda chiqqandan keyin rasmiy cho'ng shaklda saylan qilmasdan yopiq shaklda bir saylan bilan Reis Dolqun Isa Efendi'ni reis qilib ko'rsatdi. Buni favqulodda vaziyatda bo'lgan favqulodda tadbir deb qarab to'g'ri deb qaradik. Shaxsan men shuni deb qaradim endi. Shuning bilan 2021-yili Dunyo qurultayida qayta saylan o'tkazildi. Saylan o'tkazilgan vaqtda men qatorliq bir bo'lak yoshlar qatnashdik. Ve hozirgacha bu qurultayninki tarmoqida xizmat qilib, hech bo'lmaganda yig'inlar qatnashib, faoliyatlar qatnashib kelyapmiz. Endi muddatimiz to'shdi. Bundan keyin davomli vakil bo'lish bo'lmasdi, har kimning o'zining ixtiyori. Ben shaxsan muajiratdagi Uyg'ur yoshlarini, qizlarni, o'g'illarni, ayollarni bo'libmi tashkilotlar qatnashishga, tashkilotlar bilan muomala qilishga chaqiraman. Nimishqa? Chunki davlat qurishi olsun yoki tashkilot bo'lsin, har qanday bir ish birliksiz bo'lmaydi. Ammo bu deganlik chuqum sen bu tashkilotga kir degan gap emas. Xalqingga kir, ammo kir. Keyindan gap qilib qaqshab o'tirishlar hech nimani o'zgartirmaysan. Shunga kir. Kirgandan keyin agar xohlasang chiqib ket yoki keyingi navbat qayta nomzod bo'lma. Masalan, men Dunyo qurultayiga kirgan vakil bo'lgan 3 yil mobaynida jaq narsalarni o'rgandim, qanday ish qilishni, qanday ish qilganligini, to'g'ri xatoligini, nurg'un narsalarni o'rgandim. Ichidan ko'rish boshqa, tashidan ko'rish boshqa bir narsalarni. Ammo gapni uzatqim yo'q. Elitdan 40 minut bo'lay deb qoldim. Endi Dunyo qurultayi 2021 saylan qildi. Hozir 2024'da 8. qurultayni o'tkazmoqchi. Bu yerda men Dunyo qurultayininki bu qatimqi sayliminingki naytı umuşluq bo'lishini tilayman. Chunki undan tilayman. Va qurultayninki texmo demokratik bo'lishini, ilgari bergan va'dalarga amal qilishini texmo bek umid qilaman. Chunki bir tashkilotni putdastib turadigan narsa odam emas, rais emas, u emas, bu emas, tuzum, ishonch. Xalq ishonsa, tuzum, intizom, nizom ishlasa, sistem ishlasa, u yurishidi. Amerikani qurib qo'yganlar 250 yil, 300 yil burun qurib qo'ygan. Hozirgacha yurishib ketyapti. O'zgarmasdan. Shunga bu yerda odamga bog'liq tashkilot yaxshi emas. Chunki odamlar xatolik o'tkazadi. Masalan, do'konki rais haqida yaqinda ba'zi gap so'zlar chiqdi. Ondan keyin odamga bog'liq tashkilotlar oson chiriklashadi. Shunga intizomga, tuzumga bog'lanish kerak. Shunga do'kon saylimining mayda o'rishib bo'lishini tilayman. Va yoshlarni ko'plab vakil bo'lishga chaqiraman. Endi oldin qatimliq saylamda men yoqtirmagan yoki hayron qolgan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu biz raislik saylamga tizimlatdik. Saylamga menga viza chiqmadi, shunga borolmadim. Ama saylam kunisi ben nomzodninki, bo'libmi rais nomzodining bir kishi ekanligini ko'rib hayron qoldim. Shu kunisi bizga qurultayning saylam komitedagilar boshqalar rais nomzodi bo'lmaganlik uchun Dolqun Isa efendim raislikka yolg'iz o'zini ko'rsatdi. Shuni saylaymiz dedi. Shuning bilan u yerdan Abdulla Ayub efendim shunday rasmiy nomlar bilan chaqirib turay. Odatda Abdulla akam do'stligimiz bor, munosabatimiz yaxshi.
Şundak çağırman. Abdullah efendim bu yerde bundak bolsa dünyaya bunu bir demokrat sayılan deb göstergili bolmaydı. Şunu biz ben namzat bulay dedi. Ama sayılan komitesidekiler tizimlash muddati to'shdi. Shu vaqtda tizimlatmaganlik qilish uchun qabul qilinmaydi dedi. Bu to'g'ri. E'lon qilingan ekan, e'lon qilingan vaqt to'shab ketgan chog'da qayta bo'lish to'g'ri emas. Shunga Abdullah efendimning ko'ngli, Abdullah efendimning ko'ngli u yerda rad qilindi. To'lqin esa yolg'iz saylandi. Bizmi shaxsan men biraz muvaffaq ko'rmagan shaklda tamam deb sayladik. Bunun 3 yil o'tdi. Endi bu qatim bundaq ahvolning takrorlanishini men qat'iy xohlamayman. Ben do'stona shaklda mushu yerda qurultayning inovatini saqlaymiz desak, qurultayni taraqqiy qildiramiz desak va uni o'yin boshqa bir qism tashkilotlarga o'xshash o'yinchoq raisga tushirmaymiz desak, cho'qim gap bo'lish kerak. Qurultayga eng oz bo'lganda 2-3 kishi raislik saylamiga o'zini tizimlatish kerak, ko'rsatish kerak. Ondan keyin muddati to'shqanlar 2 navbatdan ziyoda bo'lmaydi deb belgilangan ekan tushish kerak. Bu bir kimga qartilgan yoki bir kimga deyilgan gap emas. Bu dunyoning hamma yerida shundoq. Bizning tashkilotning ko'pincha mas'ullari demokratik davlatlarda yashaydi. Amerikada, Yevropada degandek. Shunga belgilama bo'lgan ekan, qonun bilan e'tirof qilinish kerak, ijro qilinish kerak. Bo'lmasa qurultayning inovatini saqlab olmaydi. Shunga qayta bundaq bir ahvol yuz bermasa degan umidimni va chaqirqimni mushu yerdan o'tirib qo'yman. Qurultay cho'qim saylam qilish kerak, saylam demokratik bo'lish kerak. Buning uchun nomzodlar chiqish kerak, Bundan keyin odam chiqmagan taqdirdami, undaq bir odam muddatdan ortiq qilmaslik kerak. Agar demokratik saylam qilmasak, bu chog'da mustaqil tashkilot bo'lib qolamiz. Demokratik saylam qilib odam chiqmasa, u chog'da ojiz tashkilot bo'lamiz. Bu bir tashkilotningki saylamda odam chiqaramidi degan gap, bu ayib bu. Masalan, Turkiyada ba'zi partiyalar nomzod ko'rsatilmaydi. Buni ayib deb layoqatsiz deb qaraydi mediadagilar. Chunki saylamga nomzod ko'rsatilishning o'zimi bir muvaffaqiyat ko'rsatkichi. Shuning uchun yengildiganligini bilib turib bu nurg'un partiyalar nomzod ko'rsatdi. Hayron qolsa, bu yengilmaydigan tursa nimishqa ko'rsatdi? Chunki nomzod ko'rsatilishning o'zimi bir g'alaba. Shunga nomzodlar bo'lish kerak. Ondan keyin muddati to'shqanlar tushish kerak. Agar rioya qilmaydigan bo'lsak, nizomlarni tuzmasligimiz kerak. Qaytadan chiqmasligimiz kerak. U chog'da hech kim bizni bir narsa demaydi. Shunga bu narsa qayta takrorlanmasa deyman. Takrorlanadi demoqchi emasman. Meniki bu jihatdan boshqa bir shundoq bo'ladi deydigan nimam yo'q. Ammo shundoq bo'lmasa deyman. Ya'ni biz masalan men vakil bo'lib qolsam, qurultay kunsi buni ko'rmaskim kerak bu manzarada. Endi kishilarga eng oxirgi nimaga jiq so'zlab o'tamiz shu. O'sha ishim chatoq. O'tgan haftada Amerika dunyoga rasvo bir o'yin qo'ydi. Qanday rasvo bir o'yin qo'ydi desanglar, Amerikaga hech yarashmagan, Amerikadan hech kutilmagan shaklda Amerika Avam Palatası Xalqaro Jinoiy ishlar sudininki taftishini jazolaymiz deb qonun loyihasini ma'qulladi. Bunun endi kulamdo inson yoki yig'lamdo hech bilmadim. Menga nisbatan endi afsuslanarli bir ish bo'ldi. Nimishqa degan vaqtda
xalqaro qonun ishlamagan bir dunyo biz uchun texmo xatarlik. Gerçi navbatdagi xalqaro qonun bizning bek manfaatimizga tuzilmagan bo'lsa-mu, bek kelmaydigan bo'lsa-mu, ammo hech bo'lmagan chaqda bizni yo'qotmoqchi bo'lgan, irqiy qirg'inchilik qilmoqchi bo'lgan yoki bizga o'xshash millatlarni yo'qotmoqchi bo'lgan mustabidlarga ozroq bo'lsa-mu ogohlantirish beradigan bir roli bor. Hamda Amerikadagi bir davlatninki xalqaro jinoiy ishlar sotining hukmini rad qilishi, tamam rad qildi, sen a'zosi bo'lmagandan keyin men a'zo emas deb rad qildi. Ammo buni jazolayman deb chiqishi bu cho'ng davlat mas'uliyatchan davlat hukumiga hech yaxshi turolmadim men. Amerikaninki bu harakati hamda Xitoydek, Rossiyadek davlatlarninki xalqaro qonun tuzmasligiga texmo bek bana bo'ladi, texmo bek o'rnak bo'ladi. Dunyoning har qaysi bo'libmi g'arbning sirtidagi nurg'un davlatlarninki hukmronlarninki demokratiya, kishilik huquq, xalqaro qonun degan narsalar faqat bizga o'xshash Amerikaning dushmanlari uchun kaltak qilib ishiltish uchun o'ttirib qo'yilgan, amniyati ishlamaydi degan gaplarga texmo bek bahona bo'ladi. Hatto xalqaro jinoiy ishlar sotininki taftishi shu gapni dedi. Bana bir qism g'arb davlatlarining boshliqlari telefon qilib, bu sot Putinga o'xshash lukcheklar uchun, Basharga o'xshash mustabidlar uchun yoki Afrika uchun sen nima deb g'arbning odamlarini oqchashliq, siriq ko'zlarni ayiblaysan deb shundoq dedi. Men bunga bo'ysunmayman dedim. Albatta ben xalqaro jinoiy ishlar sotini yaxshi deb aqlab ketmayman. Bu sot yillardan buyon Uyg'urlar to'g'riliq hukm qilishdan qochib kelgan paket terrorist deb da'vo etishni rad qilgan bir sot. Xitoymi e'tirof qilmaydigan, Amerikami e'tirof qilmaydigan bir sot. Ammo biz nimali bo'lmasin xalqaroda kurash qilyapmiz, tinchlik bilan kurash qilyapmiz va xalqaro qonun doirasida kurash qilyapmiz. Unda bo'lgan ekan, bu xil sotlarning orqali biz Shi Jinpingga, xuddi Putinga uning bilan tutish buyrug'i chiqarilgandek, Shi Jinpingga tutish buyrug'i chiqarilishini kunlarning birida bizga irqiy qirg'inchilik qilayotgan Xitoy jallodlarining bu sotda jazolanishini umid qildik va buning uchun harakat qilib kelyapmiz. Kunlarning birida shunday bo'lsin degan umidimiz bor. Endi bu sotning hukmini Amerika rad qilsa, hatto uni Xitoy qabul qilamdi, qilmaydi albatta. Hatto qilmasligi yo'lsiz bo'lamdi, bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda burun yo'lsizlik bo'ladi. Hozircha Amerika qilmadi. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilsa, Rossiya qilsa jazolaysa, Isroiliya qilsa jazolamaysa. Isroiliyaningki bosh ministri saylangan bo'lganlik uchun uning G'azada qatlam qilishi haqliq. Haqliq. Putin saylanmaganlik uchun yoki Shi Jinping saylanmaganlik uchun uning Sharq Turkistonda yoki Ukrainada qatlam qilishi haqsiz. Bunda qo'shib o'lcham hech Amerikaga yarashadigan narsa emas. Shunga Amerikaninki bu harakati bilan aytib afsuslandim. Men buni Uyg'urlarga bog'lab tushundim. Nima Uyg'urlarga bog'lab tushundim? Chunki kunlarning birida biz bu xalqaro sudga arz qilsak va uningdan shunday bir hukm chiqsa, Xitoy uchoqda uni rad qiladi. Xitoy rad qilsa, odatda rad qiladi-da. Ammo uning bir hayvisi bo'lmaydi. Xalqaro sudning kuchi qolmagandan keyin, kuchi qolmagan narsaning hayvisi bo'lmaydi. Xalqaro sud futbolga o'xshaydi. Har kim o'zining manfaatiga tepib o'ynaydigan, har kim o'zining do'stini ayblasa, tush buyrug'i chiqarsa, savol chaldigan, o'zining dushman bo'lmadi, ta'tir dedim. Do'stiga tush buyrug'i chiqarsa, ochiqlaydigan, e'tirof qilmaydigan, ammo dushmaniga chiqarsa, yaxshi qildi deydigan. Shuning o'xshash bir narsaga aylanib qoldi-da bu. Xalqaro qonunninki bu darajada inobatdan tushishi meni afsuslantirdi. Balki bir narsa kamlik so'zlagan bo'lishi mumkin. Xalqaro sudninki bosh taftishi oldimizdagi haftada G'azadagi qatlam tufaylidan, G'azadagi qirg'inchilik tufaylidan nima Hamasning 4 rahbari, Isroilning 2 rahbari
İsrail'deki baş ministeri Netanyahu ile devlet müdafaa ministeri Galant. Hamas'nınki Haniye unutup kaldım onun ismini. Muşlarını birleştirken cemi 6 kişi o deyme tutuş buyruğu çıkan idi. Amerika del Hamas'ını çıkarsan tamam da Türkçe'yi ketti ağzım. Ama İsrail'in başkalarına çıkarışını hata deb sekrep düştü. Elbette Amerika hükümeti bunu kollamadı. Parlamentten kararını hay unda kısak sen tura dedi. Ondan keyin Amerika Kengash palatası tasdiqlaydigandek emas. Nimalar bo'lmasin, Avam palatasınınki bunda bir narsani ma'qullab, hech bo'lmasa parlamentga %50 adamning 50 dan yuqori odamning ma'qullashdan o'zi menimcha bir setchilik, rezillik bu Amerikaga nisbatan. Unda bo'lsa bugungi suhbatimizni shu yerda oxirlashtiraylik. Ben 50 minut qilishni o'ylamagan. 20 minut atrofida bo'lsa degandim, ammo eshib ketibdi. Aytib buyurmanglar, ko'rishni xohlaganlar. Ko'rib fikr qoldirishni xohlaganlar fikr qoldiringlar. So'raydigan savollar bo'lsa so'ranglar. Kelayapti, Alloh xolasa yana shu vaqtda balkim shuning biroz ilgari keyin juma kuni Alloh xolasa yana Uyg'urlar munosabatidagi xalqarodagi, Xitoydagi, Sharq Turkistondagi masalalarni tahlil qilamiz. Albatta param qilamiz. To'g'risi Uyg'urlar munosabatidagi masalalar haqida Uyg'ur tashkilotlari qaratami fikrlarimizni, qarashlarimizni o'tirib qo'yamiz. Allohga emanet.